Ustozni otadek qadrlar o'zbek. Otadek ko'rsatar unga ehtirom. Bola ustozidan o'rnak oladi. Ustozdan hech qachon chiqmagan yomon. Bog'cha opani-chi? Bog'cha opani bir o'ylab ko'ring. Onaga qiyoslash mumkinmi uni? Axir bolalarning onadan ko'proq bog'cha opa bilan o'tadi kuni. Og'zida so'rg'ich va pamperslar bilan bag'rimizga yig'lab keladi go'dak. 3 yoshga to'lar to'lmasdan turib bog'chaga keladi bu jajji murg'ak. Shunda o'ylantirar meni bir savol. Bolaga onadek bo'laldikmikan? Qadam tashlash payti og'ir mahali. Meni ko'tar deydi, ol deydi qo'lga. Bog'cha opasiga qo'lchasin berib bir qadam tashlab yuradi yo'lda. Yana o'ylantirar meni shu savol. Bolaga onadek bo'laldikmikan? Qoshiq ushlashni ham bilmas qo'lchalar, og'izga yetmasdan to'kilar ovqat. Har bitta bolani to'ydirmoq uchun ayting qancha kerak sabr va toqat. Qayta berilar savol. Bolaga onadek bo'laldikmikan? Ishtonin xo'llab qo'ygan bolaga jirkanmay qaraydi bog'cha opalar. Ishoning ko'rganman bunday holatga burnini jiyirar ba'zi bir onalar. Vujudim o'rtanib qiynaydi savol. Bolaga onadek bo'laldikmikan? Uyidan keladi ba'zi bolalar, yuzida ko'karib qolgan besh panja. Bolangiz achomlab bog'cha opaning ko'zidan to'kilgan ko'z yoshlar qancha. Qalbim qiynaladi, ammo shu savol. Bolaga onadek bo'laldikmikan? Qo'lga qalam berib bog'cha opalar olam ranglarini asta o'rgatar. Ota-onasiga, o'z vataniga qalbida tuganmas mehr uyg'otar. Qalbim to'la faxr, ammo shu savol. Bolaga onadek bo'laldikmikan? Siz bilmaysiz, tongdan shomgacha bu bog'chada nelar bo'ladi. Bolangizning bolaligini sizlar emas, bog'cha ko'radi. G'ururlanib ketaman faqat shu savol. Bolaga onadek bo'laldikmikan? Ayrimlar sog' bo'lsa, bog'cha opaga hatto rahmat aytish malol keladi. Lekin bilaman, aniq bilaman. Mehnatimiz ajrini bandasi emas, barchasini ko'rib turgan Alloh beradi. Va Alloh hal qilsin, bir o'zi bilsin. Bolaga onadek bo'laldikmikan? Bitta ona kabi bo'laldikmikan?